Halollik islom axloqining eng muhim ustuni hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'plab hadislarida halol rizqqa katta e'tibor qaratilgan. Chunki halol mehnat orqali topilgan rizq inson qalbini soflaydi, oila va jamiyatda baraka keltiradi. Payg'ambarimiz shunday deganlar: halol narsa aniq, harom narsa ham aniq. Ular orasida shubhali narsalar bor. Ko'p odamlar ularni bilmaydi. Kim shubhali narsalardan saqlansa, dinini va nomusini muhofaza qilgan bo'ladi. Bu hadis halol va haromning chegarasini belgilab, insonni ehtiyotkorlikka chaqirmoqda. Halolni topish oson emas, ammo mo'min banda uchun bu iymon belgisidir. Shubhali narsalardan uzoq turish Alloh taologa bo'lgan taqvoning ifodasidir. Shuningdek, musulmonni doim o'z amali, kasbi va rizqi haqida fikr qilishga undaydi. Halol mehnat orqali topilgan rizq nafaqat moddiy baraka, balki ruhiy xotirjamlik manbai hamdir. Payg'ambarimizdan shu ma'noda hadis kelgan: hech kim o'z qo'li bilan mehnat qilib topganidan ko'ra halol rizq emas deyilgan. Bu hadis mehnatning qadrini ko'rsatadi. Halol mehnat qilgan kishi Allohning ne'matlariga sazovor bo'ladi. Haromdan tiyilgan kishi esa qalb sofligi va duolarning ijobatini topadi. Islom ulamolari ta'kidlashicha, halollik faqat yemish, ichimlikda emas, balki so'zda, amal va niyatda ham bo'lishi lozim. Halol so'z insonni obro'li qiladi. Halol niyat esa amalni qabul bo'lishiga yetaklaydi. Xulosa qilib aytganda, hadislarda halollik mo'minning hayotidagi eng muhim odob va iymonning taqozosidir.